Ko'pchilik odamlar uy xarid qilayotganda narxiga va chiroyli fasadiga qarashadi. Quruvchilarning ko'p ham sizga aynan shuni ko'rsatadi, lekin hech kim sizga yashash sifatiga ta'sir qiladigan muhim detallar haqida gapirmaydi. Masalan, tadqiqotlarga ko'ra, quyosh nuri ko'proq tushadigan xonadonlarda yashaydigan odamlarning kayfiyati va uyqu sifati yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun uy tanlayotganda derazalar qayerga qaraganligi ham juda muhim. Yoki masalan, shift balandligi. Baland shiftli xonalarda odam o'zini erkinroq his qiladi. Bunday joylar vizual jihatdan kengroq ko'rinadi va inson psixologiyasiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Shuning uchun yaxshi loyiha bu faqat chiroyli ko'rinish emas. Mening uyim Choshtepa loyihasida barcha muhim detallar avvaldan o'ylangan. Agar siz ham kelajakda qadri oshadigan, yashash uchun haqiqatdan qulay bo'lgan xonadon izlayotgan bo'lsangiz, hozir ayni vaqtda ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki sotuv ofisimizga tashrif buyuring. Bizning xonadonlar sizni kutmoqda.